Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda mehmon bor. Mehmonimizning ismlari Zuhra. Instagramda Twin Zuhra nomi bilan tanilganlar. Zuhra men oldimga bitta muammo bilan keldilar. Bugun aynan shu muammoga chiroyli yechim qilgan holatda chiroyli obraz tayyorlaymiz. Shu sababli bu videoni sizlar bilan ulashishga qaror qildim. Umid qilamanki, videomiz sizlar uchun ham foydali bo'ladi. Aynan shunaqa foydali video uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va bizani kuzatishda davom eting. Hammaga salom. Men atim Zuhra. Nadif sizlar meni taniysizlar. Instagramda Zuhra deb chiqadigan blogerman. Men hamma ovora qilib to'y boshlab qo'ydim. Meni eng katta muammoim bu ko'ylak tanlash. Nafaqat kelin ko'ylak, balki oddiy hayotda ham ko'ylaklar tanlash menga juda qiyin. Chunki men juda ozg'inman. Bir kun men to'y boshlaganda algoritmlar o'zgarib ketadi-yu, Ismagul opaning reelslari chiqib qoldi. Ozg'in qizlar qanaqa kelin ko'ylak tanlash kerak degan videolar chiqib qoldimi, men sirazi o'yladim, Ismagul opaga точно shonsi bo'ladi deb. Shuning uchun men yerga keldim. I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Like if you hold me without hurting me, you'll be. Tak, bu ko'ylakni men o'zim tanladim. Shantiliya moda bo'lgani uchun katalogda shu ko'zimga tushdi-da, kiyib ko'rdim. Nima deysiz? Zuhra, bu ko'ylagimiz 2026-yil va 2027-yilga trend ko'ylaklar hisoblanadi. Ya'ni shantili hech qachon modasi o'tmaydigan ko'ylak. Lekin afsuski bu ko'ylak aynan sizning ko'ylagingiz emas. Buni sababi yelka qismidan bel qismigacha bo'lgan uzunlik juda ham uzun hisoblanadi-da. Bu uzunlik sizni yana ham nozik qilib ko'rsatib qo'yishi mumkin. Shu sababdan bu ko'ylakni sizga maslahat bera olmayman. Men ham xuddi shu fikrdaman. Bu ko'ylak sal xarakteringizga to'g'ri kelmadi. Zuhra, keling endi sizga ko'ylakni men tanlab beraman. Bo'ldi, давайте. I'm on the run with you, my sweet love. There's nothing wrong. Contemplating God under the chemtrails over the country club. Wearing our jewels in the swimming pool, me and my sister. Ko'ylak idealniy. Umuman kamchilik topmadim. Slishkom yoqdi. Lekin bitta lekini bor. Men to'g'risini aytsam, bundan ham pishni xohlamayman. Shunaqasi bormi sizlarda? Bu libosimiz Korolevskiy Kala deb nomlanadi. Bu libosimizda qo'l mehnatlaridan foydalanilgan, juda ham kreativ va yondashilgan ko'ylak. Bu ko'ylakni nima uchun tanladim? Bu ko'ylakda baska qismi bo'lib, bu baska Zuhrani yana ham dumboroq qilib ko'rsatib berishda yordam beradi. Keling, sizgacha yoqdim. Ko'ylak juda ham yarashdi, juda ham chiroyli ekan. Lekin bundan ham pishni xohlayotgan bo'lsangiz, menimcha yana bitta kiyib ko'rganingiz yaxshi. Agar peshni ko'ylak xohlayotgan bo'lsangiz, bundan ham peshni variantlarimiz bor. Hozir qizlarimiz sizga o'sha variantlarni ko'rsatishadi. Bu ko'ylagimiz siz xohlagandagi peshni bo'lib, как раз tepa qismlari ham ozg'inligingizni berkitib berishda yordam beradigan ko'ylak hisoblanadi. Vau, Zuhra, mana shu sizning ko'ylagingiz. Sizlar men orzumdagi ko'ylakni, ya'ni platya mechitini tanladim. Menga Ismagul opa zo'r yordam berdilar, lekin hozir ko'rsatmadim. 13-iyunda nima ko'ylak kiyganimni ko'rasizlar. Sizlarni ko'raman. Zuhra aytganlaridek, orzulardagi ko'ylakni topdik, lekin afsuski u ko'ylakni to'ygacha ko'rsata olmaymiz. Zuhra tanlagan ko'ylakni ko'rmoqchi bo'lsanglar, meni Instagramimga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. U yoqda hammadan birinchi ko'rasizlar. Undan tashqari, to'yingiz yaqinda bo'ladigan bo'lsa va ko'ylak tanlamagan bo'lsangiz, sizni qomatingiz, yuz tuzilishingiz yoki sizni orzuyingizdagi ko'ylakga qarab turib, biz albatta sizlarga ko'ylak tanlab berishda yordam beramiz. Buning uchun pastda opisaniyada havola qoldirganman. Albatta mana shu havolani to'ldirib boring va sizni qomatingizga mos keladigan orzuyingizdagi ko'ylakni shaxsan o'zim tanlab berishda yordam beraman.